2026-yilda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra uchun safar otlanyapsizmi? Biz sizga aynan shu haqda ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ya'ni siz obunachalarimizga 2026-yil avgust oyi va sentyabr oylariga qachon va qayerdan reyslarimiz bor, shular haqida batafsil va to'liq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka opa-singillarga mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. Ya'ni 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Madina Munavvarada 150-200 metr oraliq masofada bo'ladi. Makka Mukarramada esa ya'ni 800-900 metr oraliq masofada tashkil qiladi. Ya'ni 4 yulduzli gastinisalarımizga joylashtiriladi. Siz obunachilarimizni 14 kun mobaynida tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida ham ziyorat, ham ibodat, ham sayohatlarga albatta sizlarni olib chiqib kelishadi. Ya'ni hozirgi kunda bizda haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz amalga oshirib kelinyapti. Agarda siz ham yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, kommentariyada niyat qildim, inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan birgalikda umra ziyoratiga borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar va albatta to'liq batafsil ma'lumotlarni ekrandagi raqamlardan bemalol olishlaring mumkin. Hozirgi kunda narx-navolarimizga keladigan bo'lsak, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha narximiz 1100 dollardan, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narximiz esa 1050 dollardan qilib belgiladik. Bu standart plus paketi, ya'ni komfort paket bilan birlasha oladigan paketlardan biri hisoblanadi. Siz ham hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilsalaring, siz obunachilarimizga to'liq batafsil ma'lumotlar berib o'tiladi. Ya'ni firmamiz tomonidan beriladigan narsalar albatta bejik beriladi. Bu bejikdan tashqari mana bunday kamzil taqdim qiladi. Bu erkaklarimiz uchun, ayollarimiz uchun abayalar taqdim qilinadi va albatta mana bunday so'mka. Bu so'mkalarimiz ham o'ziga kerakli hujjatlar yoki bir nimalar solib yursangiz bo'ladigan qulay, ilvosiz, juda mustahkam tikilgan formalardan biri hisoblanadi. Xudo xolasa sizlarga vizalarni ham qo'llayinga chiqarib beramiz va albatta sizlarni Farg'ona Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishlari bo'yicha parvozlariga xudo xolasa chiroyli qilib tayyorlab sizlarni uchirib yuboramiz do'stlar. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing. Batafsil va to'liq ma'lumotlar mana shu nomerlarda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat.